Yunusobod Kuruni oldida tayyor xonadon. Ramziddin aka, nima uchun bu qulay joy? Yashash uchun qulayligining sababi kerak bo'ladigan infrastruktura hammasi atrofida yaqinda joylashgan. Maktablar, bog'chalar, ikkita mol bor, dehqon bozori bor Yunusobod. Keyin magazinlar, restoranlar hammasi yaqin atrofda joylashgan. Hech qanaqasi bir uzoq joyi yo'q. Xo'p, bunga ko'chib kiriladi. Tayyor. Nimalari bor bu yerda hozir? Nimalar tayyor? Bitta bizda hozirgi kunda o'zi ko'p kvartira qolmadi. Hozirgi holati bez remont, lekin remontli variantlarimiz ham bor. Boshlang'ich to'lovni qilib, qolganini 1 yil davomida to'lab bersangiz bo'ladi. Shu bilan birga kvartiraning kaltini beraveramiz. 1 yil yashayverasiz kvartirani. Bu fasadlari ham komfort klass hisoblanadi. O'shanda qanaqa? To'g'ri, komfort klass hisoblanadi. Shu bilan birga o'zini podvalda parkovkasi ham bor. Undan tashqari birinchi etaji targoviy tochkalar qilingan. Hozir bu yerga birinchi etajga Korzinka mahalla olma ko'chib kelmoqchi. Xo'p, to'lovlari qanaqa? Bittada sotib olish kerakmi yo variant qilib bering, keling, okalar. Variant qilib beramiz. 50% boshlang'ich to'lov bilan u g'zeta 26 ming atrofida bo'ladi. Qolganini 1 yilda 12 oy davomida bo'lib to'lab bersanglar bo'ladi. Lekin bosib yuboradigan joyi, yana ma'lumot kerak bo'lsa, o'zingiz raqamingizni qoldiring yoki ushbu raqamlarga qo'ng'iroq qiling.